Assalomu alaykum hamyurtlar. Bugungi mavzumiz sindrom Titsi. Sindrom Titsi bu birinchi, ikkinchi, uchinchi qovurg'alarni to'shga kelib birikadigan joyida shu bo'g'imlardagi bo'ladigan yog'lanish hisobiga kelib chiqadigan og'riqli sindrom hisoblanadi. Bunda belgilari mana shu sohada og'riqni bo'lishi, to'shga yaqin joyda ikkinchi, uchinchi qovurg'alar o'ng yoki chap tarafida og'riqni bo'lishi va shishni bo'lishi. Shish palpasada qattiq bo'ladi va chuqur nafas olganda og'riqning kuchayishi kuzatiladi. Mana shu belgilarga qarab Titsi sindromini qo'yishimiz mumkin. Rentgenografiya yoki kompyuter tomografiya tushgan bilan informatsiya bermaydi. Buni asosiy shikoyati va klinikasiga qarab tashxis qo'yishimiz mumkin. Buni boshqa kasalliklardan farqlashimizda sindrom Titsini birinchi o'rinda yurak kasalliklaridan farqlashimiz kerak bo'ladi. Stenokardiya bo'ladigan bo'lsa, stenokardiyada chap ko'krak sohasida og'riqli bo'lishi, og'riqni chap kurak va chap qo'llarga og'riq uzatilishi kuzatiladi. Va yana og'riqni kuchayib ketmasligi uchun bemor harakatlanmaslikka intiladi. Agar validol yoki nitrogliserin beradigan bo'lsak, og'riq qo'yib yuboradi. Ikkinchisi yurak kasalliklaridan infarkt miokard. Infarkt miokardning ham turlari ko'p. Обширный bo'lishi mumkin, milki очаговой bo'lishi mumkin. Ko'p uchraydigan bunda chap kurak sohasida kuydiruvchi, g'ijimlovchi og'riqni bo'lishi va yelkaga, chap kurak sohasi va chap qo'llarga og'riqni uzatilishi kuzatiladi. Undan tashqari sovuq ter bosishi, pulsning tezlashishi, arterial qon bosimining o'zgarishi kuzatiladi. Yurak kasalliklaridan farqlashimizda birinchi o'rinda elektrokardiografiya qilishimiz kerak bo'ladi. Ikkinchi, qovurg'alararo nevralgiyada bunda og'riq qovurg'aning yo'nalishi bo'yicha, nerv yo'nalishi bo'yicha og'riq beradi. Bosib ko'rganimizda og'riq shu qovurg'a yo'nalishi bo'yicha og'riqli bo'ladi. Uchinchisi, ko'krak osteoxondroz. Ko'krak osteoxondrozda ko'krakning orqa tarafida, shu umurtqa atrofida og'riqli bo'lishi, ba'zan qo'llarni ko'targanda og'riqning kuchayishi kuzatiladi. Va yana plevrit kasalliklaridan farqlashimiz kerak bo'ladi. Plevrit bu ikkita o'pkani o'rab turadigan parda hisoblanadi. Bu parda yog'lanadigan bo'lsa, tana haroratining ko'tarilishi kuzatiladi va chuqur nafas olganda og'riqning kuchayishi kuzatiladi ko'krak qafasida. Va yana auskultativ eshitib ko'radigan bo'lsak, shu yog'langan sohalarida xuddi qor bo'lganda, qorni bosganda g'irchillagan tovush eshitiladi. Ana shunday nafas olib chiqarayotganda plevrit bo'lsa, shunday g'irchillagan tovush eshitiladi. Va ko'krak qafasining rentgenografiyasi bilan farqlab olishimiz mumkin. Davosiga keladigan bo'lsak, birinchi o'rinda og'riq qoldiruvchilar NPVS dori preparatlari, ya'ni ketanal, diklofenak, diklaberil, tenaxkam, milaxkam va koksiblar tabletivniy formada yoki mushak orasiga qilishimiz mumkin va mana shu sohaga, og'rigan sohasiga NPVS mazlaridan Dalget, Nice yoki ketanal mazlarini surtishimiz mumkin va suxoy teplo, quruq issiq qo'ysak bo'ladi shu sohaga. Va eng yaxshisi, agar shifokor tajribali bo'lsa, shu sohaga Novocain yoki lidocain bilan, mahalliy og'riqsizlantiruvchi bilan glukokortikoidlarni qo'shgan holda blokada qilsa 80% gacha og'rib qoladi. Va undan tashqari fizlecheniyalar, bunda elektroforez, magnitniy terapiya va UV'chilar yaxshi effekt beradi. Va yana davolovchi mashqlarni birga olib borish kerak. Va undan tashqari ko'krak qafasiga nagruska tushirmaslik kerak, ya'ni fizik yuklamalarni kamaytirish kerak. Bularni hammasini birgalikda qo'shib olib boradigan bo'lsa, bir oyda 100% shifo topish imkoniyati ega bo'ladi. Qisqacha sindrom Titsi haqida mana shu ma'lumotlarni yetkazmoqchi edim. Savollaringiz bo'lsa, kommentariyada qoldirishingiz mumkin. Sog' bo'lingizlar.